videoni ko'rayotgan har bitta insonga kamida mana shunaqa ideal holatdagi BMWlar haydash nasib qilsin. Nima dedinglar? Videoni eng yaqin insoningizga yuborib qo'ying, mana shunaqa toychalarda birga yurasizlar. Sotuvga BMW X5 40i 16000 kilometr yurgan. Tasavvur qilasizmi? 2023-yil. Mana bu diskalarini hamchi palon pulga taqtirgan ekanlar. Birinchi bo'lib kraskasi 100% top toza. Obviously ham qarang, obvious'larini ham tako chiroyli bo'lib turibdi. Oqi ham boshqacha, o'zi ham. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari restyling sidenalar. Bu taqib qo'yilmagan, mashinamiz perihodga, ya'ni restyling sidenalarda zavod tomonidan ishlab chiqarilgan. Mana bu xrustallarini aytmaysizmi? Bauer Wilkins akustikasi eng topoviy akustikalardan bittasi. Panorama tom. Xo'p, 4 ta eshik davodchiklarigacha bor. Ideal holatda. Hech qanaqa xarajati bir kam ko'sti yo'q deyaptilar. Даже vixliplarigacha qildirilgan. Siz olib shundoq haydaysiz. Maza deydi-yu. 16000 probegga 23-yilga narxi bilan ko'ndirib qo'ydim. Narxi nech pul deb o'ylaysiz? Narxi даже yana aytayotdilar, chiplarigacha bor. O'sha chiplarini ham qo'shib berib yuboraman deyaptilar. Mashina yaxshi yana surib ham qoladi. 40i 3 litrli motor turibdi. Narxi $88,000. Egalariga telefon qilib, gaplashib, maslahatlashib, tekshirib xarid qilsanglar bo'ladi.